tomoshabin do'stlar, assalomu alaykum. Ekran oldidagi qadrli televizor ko'rgich do'stlar, ko'rayotgan stansiya bilan Vaslivot madaniyat tarqitish shirkati birlikda uyushtirgan Chin Nuriy Biofan texnika cheklanish shirkati alohida qo'llagan Yangi Nava programmasi. Har juma kuni kech soat 8 da dal vaqtida sizlar bilan yuz ko'rishayotganligimizdan intayin xursandmiz. Men do'stinglar Shamsiya Abaydulla. Assalomu alaykum aziz tomoshabinlar, men sizlarning yaqin do'stinglar Tahir Tursun. Assalomu alaykum, Nova programmamizning aziz ko'rmanlari, men sizlarning yaqin do'stinglar Ramila Isan. Bugun biz yana aylık yıldızımızın tanlash musobaqasi o'tkazamiz. Bugungi Navodan bir aylık yıldız maydonga keladi. Aldı bilan baholovchilarimizni bir tanishtirib o'tay. Ataqli naqshchi, kompozitor, san'at tadqiqotchisi Abdulazrim Erkal apandim Qarshilamiz. Xon ansamblining davlatlik 1-darajalik artisti, ataqli naqshchi Dilshod Raydin apandim. San'at instituti muzika fakultetining naqsh o'qituvchisi, magistr aspirant Hamragul Abduqodir muallim Qarshilamiz. Aylık yıldızımızning muallim elektron fen texnik şirketi ishlab chiqargan Android aqli iqtidorli uyg'urcha mashg'ulot sistemasi qo'llanilgan ko'p tillik lug'at izlash, o'tir boshlang'ich maktab darsliklarining chakma o'rganish, yandash mashq, sin darsxona qatorliq mo'l o'rganish iqtidoriga ega muallim Bilik Pat bilan mukofotlaymiz. Albatta, ikinci bo'lgan mayirimizga ko'ngil so'g'imiz bor. Ikinci bo'lgan mayirimizning Luqman Akim Biofan texnik shirkati ishlab chiqargan xalqaro GNP o'lchimida ishlangan oqsil talqini va ko'p xil vitaminlik oqsil talqini bilan mukofotlaymiz. Yillik chempionimizning yarimiz Oltin Zubizna sohasidagi Bayroqtar korxona tergachilik tukuni uzundan beri o'zini qo'llab kelayotgan keng xalqimizga rahmat etish yuzidan Yangi Nava programmamizning yillik chempioniga bir avtomobil sovg'a qiladi. Nistalaydiga ershalaydi. Shundaqla televiziya stansiyasida o'tkaziladigan turli cho'ng tipdagi san'atkorchiliklarga nomor qatnashtirish sharpiga ershalaydi. Nava sahnasidan nurg'unlagan cho'lponlar yetishib chiqdi degan gap. Xo'sh, bugun aylik yulduzimizni tanlaymiz. Shunglashqa raqobat nihoyatda kuchli, nihoyatda musobaqa keskin ilib berildi. Albatta, tomoshabin do'stlarimizmi kimning aylik cho'lpon bo'ldiganiga qiziqayotgan bo'lsa kerak. Mahirlarimizmi jiddiylashyapti. Ko'pchilik alqi sadolarimiz bilan mahirlarimizga madad berdi. Buningga ishonchimiz komil. Undaqda programmamizning tunji o'tkili bizning naqshimiz.
sahnasida sizni yana bir qaytim ko'rganimizdan shunday xurshalmiz. Tomoshabinlar qaytirib keldi. Akşam yaxshi keldimi? kelgani uchun. Bugun oldin qaytim qadam chiroyli qo'kisiz jumada. Rahmat. Ma tomoshabinlarning sizni qo'llaganligi sizga ro'yi oziq berib, bu ro'yi oziq yuzingizga tepibdi. Bundaqda ko'pchilikka bir salom bera olamsiz? Assalomu alaykum. Nova programmasini qizg'in ko'rishga kelgan tomoshabinlar, ekran oldidagi urug' tuqqan qarindoshlarim, san'at suyar xalqimga o'tliq salom. Nava programmasiga oldin qaytim qatnashgandan keyin turmushingiz boshqa o'zgarishlar bo'ldimi, bo'lmadimi? Qaytirib kelgandan keyin ro'yim ko'tarilib, xala qo'shib qoldim. Ro'yi oziq yuzimga tepdi deymiz. Bo'ldi. Qutlug' tilaymiz ada Rahmat sizga. sizga. Rahmat. Bundaqda 2-numurlik mayrimizni sahnamizga taklif qilamiz. Marhamat. Marhamat. Çok birer çok sorsam soğuktu gülhan yandırar Çankıgan da su birer teşnalık yevni kandırar Dihkan uluq, dihkan uluq Dihkan yolu halan yorum Kırık ademge vay huzur Bir dadı dikkan kutni Mın cemaatke yeter Onurdu pişkan aklini Dikkan uluq, dikkan uluq Dihkan yolu halal yorum Gündumu çeksem şik Karşı alar kulaç girip Uzutar denekçe Ak yol tilep dua verip Dihkan uluq, dihkan uluq Dihkan yolu halal yorum Halal tutken vay tergini Tirigini uruq emas Baktı dek dursa dili Dihqanniki uluq demez Baktı dek dursa dili Dihqanniki uluq demez Dihqan uluq, dihqan uluq Dihqan yolu halal yorum Dihqan uluq, dihqan uluq Dihqan yolu halal yorum Dihqan yolu halal yorum Assalomu alaykum abla. Aleyküm assalam. Assalomu alaykum. Aleyküm assalam. Oldi bilan tomoshabinlarimizga bir salomingizni yetkazib aytamsiz. Bo'ldi. Assalomu alaykum, hurmatli Yangi Nava programmasidagi barliq ko'rman tomoshabinlar, televizor ordidagi barliq ko'rmanlar, hammanglarga 2-numurli Qulji diyardan kelgan Ablamat ablizdan o'tliq salom. Sizning
Nava programımızın körürməlləri, sizin qolluğucularınız sizni yaxşı görüb Nava səhnimizgən qaytırıb əkeldi. Muş bir sətdə şu qolluğucularınız aydan yürək sözünüz var mı? Shundaq yurak so'zim bor. Ko'rmanlarga, tomoshabinlarga chin ko'nglimdan rahmatimni bildirmay rahmat sizlarga. Sizga rahmat, Abdumat. Hammamiz hayajonlandik bu naqshni anglab. Balkim televizor ekranidagi keng dehqon do'stlarim balkim bu naqshni anglagandan keyin to'liq hayajonlanib ketgan bo'lishi mumkin. Mush munosabat bilan ko'pdan ko'p rahmat aytamiz sizga. Rahmat sizlarga. Buldu sizga omad tilaymiz. Aram ağaçtırın. Mana birinchi bosqichimizdagi 2-numurlik mayirma o'zining naqsini aytib ketdi. Unda bo'lsa 3-numurlik mayirimizni sahnaga taklif qilib olgan bo'lsak. Qani, marhamat. Rahmat. Çılambak kirmenler var bana. Çılambak Yarın bağlanan toyga vay bana. Men sormay baralmaymen. Men sormay baralmaymen. Yarın gün bek nazım, yarın kıvamım. Çay koyup alaymen. Yarın gün bek nazım, yarın kıvamım. Çay koyup Sahnimizda yana yuz ko'rishganimizdan shunday xushal bo'ldik. Men intayin xushal, rahmat. Undaqda ko'pchilik bir salom bera olamsiz? Assalomu alaykum. Nava programmasiga qatnashgan aziz tomoshabinlar. Assalomu alaykum televizor ekrani oldidagi ko'rinman do'stlar. Hammanglarning kashligi xayrlik bo'lsin. Rahmat. Men 3-numurlik Mayir Patigul Juma. O'zim Aqsu viloyatining Shayar noyisidan bo'laman. Sizlar bilan yana bir qatim yuz ko'rishganligim uchun intayin xushalman. Rahmat sizlarga. Da. Ma oylik yulduzini tanishsani qatnashib qila. Kayfiyatingiz yaxshi bo'lib ketdi. Ko'nib oldingizmi yo borgan sira? Balkim sizlarning meni mushu sahnaga yana qayta chiqish fursati berganinglar uchun o'zimni to'liq hayajonimdan nima deyishimni bilmayapman. Yana shu bir ig'iz gapni takrorlayman. Hammanglarga ko'p rahmat. Sizga ko'p rahmat. Sizga rahmat. Tomoshabinlarga rahmat. Bugun tayyorlik puxtadek qiladi. Boshini shig'ili shunda chiroyli naqshini bir aytadingiz. Bugun bu sahnadan mayli shallanib ketay, mayli tallanib qolib qolay. Yana mushu o'ltagan aziz qarindoshlarimniki tanlash huquqi yana mushlarning qo'lida. Men hargiz o'kinmayman, chunki haftalik yulduz bo'lib, mushu sahnada tura olganimdan o'zimni to'liq baxtli his qilaman. Menga mushu sahnani, mushu o'ltagan qarindoshlarim bergan. Rahmat. Rahmat sizlarga. Rahmat sizga. Qutlaymiz. Endi birinchi o'tkinimizdagi 4-numurlik mayirimiz sahnaga chiqdi. Hammamiz alqi sadolarimiz bilan uni kutib olaylik. Marhamat. Bir ko'rib hey voy hasrat qoldi. Ay ul pari hey voy ruxsarni
gözleri hey vay xummarni yare şükürüm vay aldı ay can verse vay şehidur işk men ay ya dost bir dert dağay diva payağa kömür vergen kişi adem emes diva payağa kömür vergen kişi adem emes mihnet-u cebri cefayey andin zabanım kememes mihnet-u cebri cefayey andin zabanım kememes ay anar yüzünge yarey vay mestanı buldu ay anar yüzünge yarey vay mestanı buldu ay aklı uşum dincinima vay biganı buldum ay aklı uşum dincinima vay biganı buldum ay aydek cemalın yarey vay servine hali ay aydek cemalın yarey vay servine hali vay köydürdü beni cinima vay sersanı buldum vay köydürdü beni cinima vay sersanı buldum vay sersanı buldum. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum, xush kelibsiz. Assalomu alaykum. Tomoshabinlarimizga bir salomingizni yo'llaytamsiz. Assalomu alaykum. Yangi navo programmamizga qadam tashrif qilgan barliq tomoshabin ko'raman do'stlar. Shundaqla ekran oldidagi barliq qarindoshlar, kashinglar xayrlik bo'lsin. Men 4-numurliq Mayir Muborakjon Muxtardan sizlarga oliy ehtirom bildiraman. Muborak, nurg'un ko'rmanlarimiz sizni ko'rgandan keyin aptalik yulduz bo'lgan, endi oylik yulduz bo'lalarmi deb o'ylaydi-da. Endi hammasi shu tomoshabinlarning qo'llashi, shundaqla ustozlarning madad berishi asosida Tomoshabinlarga bilet tashlash bilan munosabatlik. Lekin tayyorlik yaxshimiz, bilet tashlamaydi shu. shu endi Lekin qarasam tayyorlik yaxshiroq turibdi, ammo birinchi nima qilsamlar, xeyli emas. O'zingiz Keyingi nima numar tayyorlik qilasiz? o'ngishliq boshqa solsam ikkinchi bosqichga. ikkinchi bosqichga. Texim yaxshi numurlar sizdan kutib o'tirdi. Foyda olasizlar. Tomoshabinlar bir mudofaa o'qilib o'tdingiz-a? Keyingi bosqichga bilet tashlasanglar, keyin yaxshi numurlarimni ko'ra olasizlar deb. Rahmat hammalarga. Bo'ldi, unda xo'sa, sizga muomala tilaymiz. Aramag'ashtiring. Endi bizning naqshimiz bosqichimizga eng oxirgi Mayirning qizg'in olqishlarimiz bilan sahnaga taklif qilamiz. Marhamat. Marhamat. Malsam izim çıkmaydı Yeri kattık dol üçün Bu galiler toplamayın Deryada su yok içine Men yerimen derdimdeyim Turguyum gülüm içine Kaçınga varılmalıyım Sunsam kanatım yetmey Udum denimge güç diyen Sen hiyali
Aleyküm Assalomu alaykum buva. Aleyküm assalam. O'ldan turiblar. Chiziq Chiziq to'la. Qarshilamiz sizni. 7 yoshdan 70 yoshgacha degan gapni anglabsizda buva, Lekin ma buvayning yashi 70 ni o'shikdek turib qolsan. Onun üstüge tayir işkimiz bu jiroqroq turib gapirmasak ma buvay ochiq kelsin. Tangri qo'yib Aslida solgandek turdi. Bir salom beraytamsiz ko'pchilikka. Assalomu alaykum, hurmatli Navo programmasiga qatnashgan barliq aziz mehmonlar va o'qituvchi ustozlar, ekran oldidagi barliq mehribon qarindoshlar. Men 5-numurliq Mayir Muhammad Ali Tursundan sizlarga oliy ehtirom. Ma soqollarni bir avitib boqamdiq ya. Manda bitti bir salom. Ko'pchilik ko'rsini kimligingizni bilmay qoldirmiz. Oldin qatlarda ko'rmagan bu buvayni. Birasning bu so'z oqish chiqib chiqirqo'q oqshaydi. Daqqamison. Peshaliga ochiq to'saqim yaxshi to'naydi. Bu hozirgi naqshanglar, mana numurlar ajab bir o'zgacha alaylik bir numur bo'ldi jimol ekan. Lopnurning xalq naqshi o'xshamadi bumi? Ha, lopnur xalq naqsi. Buni Maxsus buni musta cho'ng yas buvaylar aytamda. Yaqin shu 2010-yili bu naqshni biz qazib, buning biz padichilar deb bir ism qo'yib, Padchilar qo'shiqi deganda rasman bayon. Andan bizga shu lopnurda umr cho'lponlar chaqiraqchi. Shu bizniki buvaylarimizni bir eslash, ham buvaylarimizga daxmak bir rag'bat nimasidan shu muzikani usulni ishlab chiqqandik. Mush numur orqali keng o'tgan cho'qim o'tib ketmadi deb ishonchingiz bormi deyman. Sizning ishonchingiz bormi? Yo'q yoki bor deb javob bering. Ishonchim bor. Bo'ldi. Rahmat. Xo'sh, undaq qolgan mahirlarimiz sahnimizga marhamat. Marhamat. Undaqda baholig'uvchilarimiz ular haqida nimlarni aytgan anglab boqaylik. Birinchi nomorliq mayirimiz bu naqshini nihoyatda yaxshi o'rildingiz sahnada. Sizning shu naqsh o'rlashdagi boshqa aytgan chog'da nihoyatda to'liq biroq shevlar jihatda hamma jihatda biroz to'liq bo'ldi. Kamko'sa undaq yerlar yo'q qilmizda sizning ovozingiz naqsh etish mahoratingiz yetarlik saviyadagi. Ag'dadiga yetkazib yaxshi o'rildingiz sahnada. Omad yor bo'lsin sizga. Rahmat. İkinci nomorluq mayirimiz Abdülmet Abliz Dehqan Uluq degan naqshni o'rladi. Bu naqsha hozirgacha sahnada yalnız etilmagan. Eng dastlabki bizning Sherali Altekin, Abduqadir Yaril ya bular. Mavlamat Müşçi buni 3 kishi qilib aytgan. Unidagi mashhadimi qarindoshlar bosqichiga akufkular bilan jiq etildi, bir necha qatim etildi. Bu qatim qarsam bu Abdülmet bu naqshni yalnız o'rlabdi. Nihoyat yaxshi o'rladi buni. Pırak şivlerini hemen obdan egellebdi. Avazını yaxshi jariy qildi dedi. 3. nomorliq mayirimiz Patigül Cüme. Çılambaqqa barmanglar, çılambaqda jılamba. Men yani degan bilan yoning ko'nglida kim bor? Aslida buni tiksi çılambaqqa barmanglar, çılambaqda jılamba. Men yani degan bilan yoning ko'nglida kim bor? Naqshni yaxshi o'rildingiz. Pırak şivlerini obdan egellebsiz, yaxshi o'rildingiz bu naqshni. Omad yor bo'lsin sizga. Rahmat. 4. nomorliq mayirimiz Muborak. 90 muqamini o'rlading. Bu yerlik muqam. Buni endi 90da shu yerliklar o'rlaydi. Buni nihoyat yaxshi o'rlading. Shu puroqlari o'ziga xos nihoyat yaxshi mukammal egallabsa bu muqamni. Va riyosatchilar deb o'tdi, kiyiming shundoq ratlik yaxshi keldi. Demak, bu mushu kiyimlarni tayyorlab, mushu nomerni shunchalik yaxshi o'rlab, saniga chiqishing, mushu posteringning mushunga nihoyat astoydil bo'lganligidan darak berdi. Sağ Muhammed yor bo'lsin. Rahmat. 5. nomorliq mayirimiz Mehmet İli bir buvaylarning usulini mushu padişalar qo'shig'iga ketib nihoyat bir ta'sirli bir nomerni o'rlab chiqdinglar. 3 yilning harakatinglar nihoyat birlik yaxshi. Harakat birligi. 3 buvayning harakat birligi-chu. Rasmiy buvaydaglar o'ynadinglar buni. Endi boshqa ovozing shundoq yaxshi chiqdi manada. Ovozim shundoq yaxshi to'liq ifodalarding. Hammalarga omad yor bo'lsin. Rahmat Isakka. Birinci nomorluq mayirimiz Ayşem Gülnuri. Naqşı bulup yaşay yeningda namlıq naqşını epkepsiz. Avaz tusunuz yoruq, qiliplaşqan avaz. Avaz şaraytınız mu haqiqatan yaxşı eken. Naqşıdaki şevi pıraqlarını mu asasen yaxşı orulladınız. Davamlıq izinin omad yor bo'lsin. Rahmat. 2. nomorluq mahirimiz Ablimit Abliz. Sizning mu avaz tusunuz burunmu deb o'tgan yoruq, torba, avaz doirangiz kengri. Tipik erlar yuqori ovoz turiga mansub. Dehqon Uluq degan naqshini mu inchi puraqlari bilan voyaga yetkazib etdingiz. Omad yor bo'lsin. Rahmat. 3. nomorliq mahirimiz Patigül Cüme. Siznimi deb o'tgan ovoz sharoitingiz yaxshi, ovoz tusungiz yo'ruq. Ayollar yuqori ovozga tava.
Yarım xumalıq namlıq naqşını xeyli yuqori səviyyə bilan voyaga yetkazib etdiniz. Sizga omad yor bo'lsin. Rahmat. 4 numurluq mahirimiz Muborak Muxtar. Sizning ovozingizning to'rba, yo'ruq ovoz doirangiz kengri, muzik sezimingiz alayda yaxshi ekan. Uningdan boshqa tanlagan naqshingiz ovozingizga moslashibdi. Sahna kiyimlaringiz o'zgacha yerlik alaydilikka ega. Omad yor bo'lsin. 500 numurluq mahirimiz Muhammad Ali Tursun. Sizmi Padichilar qo'shig'ini aytgapsiz. Sizning ovoz tusingiz jarangliq, ovozingizning to'rba. Aytgan naqshingiz qo'yiq yerlik alaydilikka ega. Lopnur xalq naqshlaridan ekan. Uningdan boshqa sizlarmi o'zgacha usul harakatlaringlar bilan texmo sizning naqshingiz texmo jo'lalandi. Sizga omad yor bo'lsin. Birinci numurluq mayırının avaz tüsü sözü. Canlılık hem yakınlık. Yukarıda nakşan bulup yaşa yanında namlıq nakşını. Nakşının sözlerinin uçuk, müzikalik oynatışlarını yakışlık. Özüge xas, özünüz xas uslub bilen nait yaxşı icra kıldınız. İkinci numurluq mayır. Avaz dairiniz keng, avaz tembriniz yakınlık. Müzikalik seziminiz mi nait ötkör, avazınız tekşi. Yukarıda dikavlıq namlıq nakşını nait ravan. Sözlerini aniq qilib aytdingiz. Taklif, dehqonni madhiyalaydigan naqsh bo'lgan keyin albatta, texim xushal kayfiyat, qizg'in hissiyat bilan aytgan bo'lsangiz, texim yaxshi bo'ladi bu taraflarga keyingi bosqichlarda ahamiyat. 3 numurluq mayirning ovoz doirasi keng, ovoz tusimi, yaqimliq ovoz doirasi, takshi, ovoz bilan nafasni birlashtirishi, muzikalik hissiyatni ifodalashi yaxshi. Yuqorida Qashqar xalq naqshlaridan yarim xumalliq namlıq naqşını öz ritmi bilen odarlarını toldurup canlılık ravan halatda iparladınız. Yaxşı. Rahmat. Ahmet yor olsun. 4 numurluq mayırının müzik sizimi yaxşı. Naqşının sözlerinin ifadeleşimi o çok yuqorqi toqsunu muqamını yaxşı icra qıldınız. Onun üstüge şu muqamının ki özgürüşcan odar içideki müzikalik oynatışlarını yaxşı ifadalab berdiniz. Usulçu kızının usul hareketlerimi hem çıraylık hem canlılık oldu. 500 numurluq Mayır'ın avazı tüsü yoruq, avazımı tekşi dairisi kengir. Yukarıda Lopnur xalq naqşlardan Padichilar qo'shig'ini navo sahnasida yangi shakl bilan canlılık kayfiyat ichida qizg'in hissiyat bilan yaxshi ijro qildinglar. Hammanglarga omad yor bo'lsin. Rahmat Abduzga. Naq maydondagi qadrli tomoshabin do'stlar bir paraz qilib boqqan bo'lsa, zodi kim bizning bu oylik yulduzimiz bo'la oladigan deb, to'g'ri paraz qilgan tomoshabin do'stimizga albatta mukofot qo'yamiz ba. To'g'ri paraz qilgan tomoshabinimizning Jungodagi 3 darajalik ishonchli korxonasi sodi chekish shirkati ta'minlagan 3 darajalik iste'molchilar rozi bo'lgan mahsulot sap davo alaydi sovg'at hasli bilan mukofotlaymiz. Qani, paraz qilib boqsanglar. Meningcha 4 numurluq Mayir birinchi bo'ldi. Meningcha 3 numur Mayir chempion bo'lamdiki. Bence 2 numurluq Mayir chempion bo'ldi. Mencha 1 numurluq Mayir birinchi bo'lamdiki deyman. Meningcha 5 numurluq Mayir birinchi bo'lamdiki. Rahmat sizga. Rahmat. Ekran oldidagi qadrli ko'rurman, qani sizni paraz qilib beqing. 5 nafar mahirimizdan zodi kim bizning bu oylik yulduzimiz bo'la oladi? To'g'ri paraz qila olsangiz, eng tez uchur yo'llagan bo'lsangiz, o'zingiz oylik yulduz bo'la oladi deb qaragan mahirning rad numerining oldiga 33 ni qo'shib 160 266 19 ga uchur yo'llasangiz bo'ldi. Naq maydondagi qadrli tomoshabin do'stlar, tanlash huquqinglarni yurgizdigan vaqtinglar yetib keldi. Undaqda elektronik bilet tashlaishni elib, o'zinglar eng yaxshi ko'rgan mahirga bilet tashlashni boshlashinglar bo'ladi. Qani undaqda bilet tashlash başlandı. 10, 9, 8, 7, 6, 4, 3, 2, 1. Natijalarni ko'rib beqinglar. Natijalarni ko'rib baxsanglar bo'ldi. İkinci bosqichimizga muvaffaqiyat qadam qo'ygan mahirlarni qizg'in tabriklaymiz. Tuvangi tushib ikkinchi bosqichga tayyorlik qilsanglar bo'ldi. Tayyorlashtiringlar. Nim deymiz? Men sizga nim deyishni faqat bilmadim, lekin birla deydigan so'zim sizni shunday yaxshi ko'rdim. Men shu mashnawa programmasini yaxshi ko'rdim. Yana kelsangiz qarshi olamiz jumla lekin adam. Ha? Tirishib taxma. Ovozimni yaxshilab, yaxshi naqshlarni aytishga tirishaman. Bo'ladi. Rahmat sizga qizga. Bek zo'r xushallik ato qildingiz jumuada. Bek rahmat. Rahmat sizga. Rahmat sizga. Yurtdoshlarga salom bizdan.
Birinci ötkünümüz muvaffaqiyatli tamamlandı, qadrli dostlar. Ondaqda biz ikinci ötkünümüzge ötüp ketimiz. Nava programımızın ikinci ötkili Pervaz. Hoylanı maqtaysan, görünmeydi anan emma. Anan yok hoylığa esla, yaraşmaptı baran emma. Anan yok hoylu diyen hoşken, acep künli ayalını mumam dep şığlısa undiyen, tayak yaptı balan emma. Yayak geldi, yayak ketti, seni her körgisi gelse, anan ne sürmey sundi, balan düşken kanan emma. Anam dep bağrığa baskan, kişi bizde şalan emma. Anan haber mi gençtin, emes razı kalan emma. Anan haber mi gençtin, emes razı kalan emma. Emes razı kalan emma. Digen jiri evliya, ayollar muhem yerim dünya. İnak aile cennettir güzel, aşu cennette erzet tut ya. İnak aile cennettir güzel, aşu cennette erzet tut ya. Acıraşmanla ata anılar, yetim bulmuşsun sevi balılar, sevi balılar. Hürmetleş, nazaketliktir. Ergi sadık öy, kapaletliktir. Erinin hürmeti, öynin hürmeti, emmiten öyne hararetliktir. Erinin hürmeti, öynin hürmeti, emmiten öyne hararetliktir. Acıraşmanla ata anılar, yetim bulmuşsun
Səbi balalar, səbi balalar, səbi balalar. Bizning parvoz bosqichimizmi oxirlashib turadi. Unda xo'sa ba'zi ustozlarimizning qimmatli taklif fikrlarini birlikda anglab baqsak. İkinci numaralık mahirimiz Ablimit Abliz. Siz bu basqıçının tələbi boyunca naqş etişdən başqa duttar çelib naqş orunlaşdak alayidliğinizni göstərdiniz. Duttarını görünüb turubdu, xeyli yaxşı çaldınız. Davamlıq tirişin, Ahmet yar bolsun. Rahmat. Üçüncü numaralık mahirimiz Fatih Gülcime. Özbekçi naqşığa usul oynadınız. Usulunuzmu özgəçə, yeniçi bopdu. Sizge Ahmet yar bolsun. Rahmat. 4. numaralık mahirimiz Mübarek Muhtar. Siz bu basqışda elektronluq real bilan ajrashmanglar ata-analar namlıq naqşını orunladınız. Görünüb turubdu elektronluq real çelişdimi? Xeyli səviyyəyə ega bopsiz. Bolubmu aşın ajrashmanglar ata-analar degan naqşını özünüzning ovozig'a moslashtirib, yangicha bir xil tuyg'u bilan muzikalik hissiyot bilan orunladınız. Sizge Ahmet yar bolsun. 5. numaralık mahirimiz Muhammed Ali Tursun. Duttarını əmrayınız bilən zich maslaşıb təkşi yaxşı çaldınlar. Naqşınımı birlikdə yaxşı orunladınlar. Ahmet yar bolsun. Rahmat. Rahmat Amragül muallim. 2 numaralık Mahir parvoz bosqichining tələbiga asosan qo'shimcha duta chelish mahoratini namoyon qilib naqsh etdi. Dutani haqiqatan yaxshi chaldingiz. Naqshining so'zlarini talaffuz qilishingiz bilan ochiq bo'ldi. Naqshining mazmuni haqiqatan yaxshi ekan. Biroq melodiyasi sal oddiy bo'lib qoldi. Oldingi qatimdimi sizningki naqsh aytish mahoratingiz to'g'riliq degan. Ovozingiz haqiqatan yaxshi. Endi davomliq mushundaq yaxshi ovoz bilan davomliq naqsh aytaman desangiz yuqori saviyada. Ovozingizni sal yumaloq chiqarishga ahamiyat bering. Endi ovozingizni texmi yumaloq holatda tusula aytsangiz, ovozingiz texmi yaqishliq, yiqimliq bo'ldi. Mush taraf tirishing. Rahmat. 3 numaralık Mahir özününki usul oynash mahoratini namoyon qildi. Yana O'zbekistonning xizmat ko'rsatgan artisti Azatbekninki Gül Qizil nomli naqshisiga o'zininki yarışımlıq usul hareketleri bilan yaxshi usul oynab berdi. Usulingiz nihoyat yaxshi bo'ldi. Ahmet yar olsun. Rahmat. 4 numaralık Mahir yuqorida o'zining elektronlik pianonini chalish mahoratini namoyon qilib, nihoyat xeyli yaxshi saviyada o'rildingiz. So'zlarni talaffuz qilishingiz haqiqatan chiroyli bo'ldi.
kuchlik lirikal hissiyat bilan yaxshi ijro qildingiz. 5 numurluq Mayir Amroyi bilan duta chilish alayligini namoyon qildi. Bu jarayonda Lopnur xalq naqshlaridan lang naqsini yuqorida deb aytgandek yaxshi ijro qilib berdingiz. İkkinlarning ovozining birligimi moslashibdi. Naqshining muzikal qo'yintishlarini yaxshi ifodalab berdingiz. Bu tarafdan yaxshi. Rahmat Abduzga. Bizning 2 numurluq Mayirimiz Abdumit Abduz bayatın o'rilgan Emma degan naqsha tarbiya asosi kuchliroq bir naqsh ekan. Bu yaqin yillarda bu il tarafda mushtaq tekstga ijodiy naqshlar chiqyapti. Endi ovozingiz shundoq yorqin, jarangliq, yo'ruq chiqadi ekan bay Abduzkam degandek kasbiy tarafga biroz bir yo'lisangiz, endi Emma degan naqsha sizga sal kichik qilibdi. Cho'ngaroq naqsh eting. Rahmat. Bu endi addiyroq qilibdi bu naqsh. Ma'qul, amator bo'lsin. Rahmat. Fatihgül Cüme. Yaxşı oynadınız mı usulunu? Siz usul oynanmaz mı gidip tükebimi? Hakikaten yaxşı oynadınız usulunu. Ben sizin usulunuzda şundan huzurlandım. Hareketleriniz şundan nefes. Demek muşununla sizin ecriniz düşkende Ahmet Yarabısın sizge. Mübarek sen elektriklik çalgı piyano sen acıraşmanla ata anılarını şundan yaxşı orladın. Çeliş maharatan şundan yaxşı ekan. Acayip yaxşı paslarını, nimeler melodiyasını şundan yaxşı olsa. Ahangımı şundan düştü. Pırak şöylerini şundan aldın. İn kendiminin bilişim şaşına bir evcisi var değil mi? Sebi, balalar dedi kabrir oldu galiba. Eşer bir evcisi vardı. Aşın evetken basan karamet toluqlu güçtü de. Yaxşı oldu. Şundan yaxşı ettin. Ahmet Yarbasın. Rahmat. Mehmet İli. Lopnur qo'shoqlari lang qo'shig'i ovozinglarni bir yara yeyishdi shikinglarning ajoyib zada bir adam aytganda ketdinglar anadagi bu melodiyasi bu Lopnur naqshlari ajoyib chiroyli naqshlarga adam anglag'is kelgan kiyiminglarmi shundoq yarishibdi kim o yana bir qarindoshingiz Bu akamiz shu Lopnurnaylik madaniyat idorasida ishlaydi o'zi xalq san'atkori ismi Arshidin. Ahmet Yarbasın ukam. Rahmat aka. Rahmat Ilsatga. Bizning parvoz bosqichimiz oxirlashish oldi turadi. Tomoshabinlar yana halqiliq bosqichlarga qadam qo'ydik. Unda qo'sa manglar qo'linglarga bilet tashishni elib, o'zinglar eng yaxshi ko'rgan mahirning kerak numerini yuqori ovozda to'lab, mahirlarga madad bergan asosda bilet tashlashinglar bo'ladi. Unda qo'sa bilet tashlash boshlandi. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Natijalarni ko'rib boqamsizlar, marhamat. Natijalarni ko'rib boqinglar. Muborak bo'lsin. Bizning keyingi bosqichimizga o'tgan mahirlar sizlarni tabriklaymiz. Muborak bo'lsin. Tuyangi tushib, tayyorliqlaringlarni qilsanglar bo'ldi. Marhamat. Marhamat. Mushundaq bir natija bo'lib qolarmi deb o'ylaganmidingiz? O'ylagan, ideya tayyorlik botdi. Endi bu yerga chiqqandan keyin nari ehtimol bo'lib qolishi mumkin-da. Mush fursatda yurak so'zingiz bo'lsa anglab boqamdiq. Ish qilib shu yangi navo sahnasidek mushtaq alayda bir sahnaga chiqib, o'zim yaxshi ko'rgan naqshlarimni, o'zim yaxshi ko'rgan nomerlarni mishaga elib chiqib, hammalar bilan o'rtoqlashganligimda intayin xushal. Meyerki ustozlarning qimmatli fikrlarini anglab oldim. Bundan keyin yetakchilarimni to'liqlab izlanishga tirishiman. Rahmat sizga muaka. Tarbiyaviy ahamiyatga ega aytgan shu naqshlaringizning uzilib qolmasligini chin ko'nglimizdan umid qilamiz. Salomat bo'ling. Rahmat sizga. Qani alqishlarimizni bersak. Andiki bosqichimiz qarindoshlar bosqichi. Bizning qarindoshlar bosqichimizda mahirlarimiz o'zining qarindoshlari bilan eng esil nomerlarni bizga keldi. Unda xo'sa tezroq keyingi bosqichga o'tib ketamdik. Bo'ladi, bizning keyingi bosqichimiz qarindoshlar. Güzel cahanın bağı seynası Kız yigitler şu bağının gülü leylası Şunca güzel cahanın bağı seynası
ağzımızdan gül ve bulbul bahar şeydası. Gül olmasa bulbulga ağzımızdan güle bulbul nevbahar şeydası. Alem güzel, hayat şirin can dostlar, çizgide güzellik berpası. Alem güzel, hayat şirin can dostlar, çizgide güzellik berpası. Kızlar umak, kızlar zıba vapalık, kızlar vapa gülşeninin yektası. Yigitler şok yigitler, yigitler mert merdane, yigitler söygü asminin kankası. Yaşlarlık ay boyunun asmanda, hamrağına çolpan bilen zükresi. Mikri şefkat çiğida yaşlaydı, kız yigitnin baxti murad dünyası. Bu yaş nurluk ay mı yuruk asmanda, Emra çulpan bilen zührasi. Mihri şefkat çığıda yaşlaydı, kız yigitnin baxti murad dünyası. Alem güzel, hayat şirin can dostlar, sadakatte muhabbetin asası. Alem güzel, hayat şirin can dostlar, bizge mensup bu güzellik dünyası. Alem güzel, hayat şirin can dostlar, bizge mensup bu güzellik dünyası. Bakızada, qeyrindaşlarınız bir tunuştur etemsiz. Bu yak bolsa men bir qator tanıştırgan meningki bir nevri singlim Habiba. Mana bu yak bolsa mening bir nevri inim, ismi Muhammadjon. Бұл достарым Sizlarga ko'pdan ko'p rahmat. Rahmatlaymiz. Rahmat. Qaramag'ashtiringlar. Qeyrindoshlar bosqichimizning ikkinchi moyiri o'zining qeyrindoshlar bilan qanday esil nomer olib keldi ekan. Qizg'in olqi sadolarimiz bilan Mahirimizni sahnaga taklif qilamiz. Marhamat. Qarindosh biz shin qarindosh biz, bir yıldız bir anıdan bo'lgan. Qarindosh biz shin qarindosh biz, bir yıldız bir anıdan bo'lgan. Qora ko'z biz qop-qora qosh biz, qarindoshlik mehriga to'lgan. Qora ko'z biz qop-qora qosh biz, qarindoshlik mehriga to'lgan. Tangri tog'dek otamning dasti, ko'tarilmas sodi ismli. Tangri tog'dek otamning dasti, ko'tarilmas sodi ismli. Qolmaydi raqiblar qasdi, titramaymiz har chog' bizimda. Qolmaydi raqiblar qasdi, titramaymiz har chog' bizimda. Qarindosh biz, muhabbat mehriga to'lgan. Qarindosh biz, muhabbat mehriga to'lgan. Qarindosh biz, güzel atik yo'l olgan. Qarindosh biz, güzel atik yo'l olgan. Gönlümüz anam ko'nglidek, shuncha suzuk shunchalik oppoq.
Gönlümüz anan gönlüde Şunca sözük şunçelik akka Sen için alkanda jürek Şuna atkan su bir kandı var Sen için alkanda jürek Şuna atkan su bir kandı var Kırındaş bizim kırındaş biz Tam koynunda bizning taxtimiz Kırındaş bizim kırındaş biz Tam koynunda bizning taxtimiz Qara ko'z biz qapqara qosh biz Oppoq bo'lsin lekin baxtimiz Qara ko'z biz qapqara qosh biz Oppoq bo'lsin lekin baxtimiz Qarindosh biz muhabbat mehriga to'lgan Qarindosh biz muhabbat mehriga to'lgan Qarindosh biz muhabbat mehriga to'lgan Qarindosh biz go'zal atigi yo'l olgan Qarindosh biz muhabbat mehriga to'lgan Qarindosh biz go'zal atigi yo'l olgan Go'zal atigi yo'l olgan Assalomu alaykum Muratjon, qarshi olamiz. Assalomu alaykum. Voy pek tez aytyaptinglar lekin men naqshini. Unda bo'lsa Muborak Muratjon Muxtarni hammalar tanıydı bizniki yaxshi bir naqshchimiz, hammalar yaxshi ko'radigan. Yana bir qayrinishingizni bir tanishtirib o'tamsiz? Bu meniki kenji inim Adiljon Muxtar bo'ladi. Adiljon Muxtar. Muratjon Muxtar, Muborak Muxtar, Adiljon Muxtar. Muratjonning nima gapi bo'ldi bir anglab boqim bor. Bu qitim mush o'tganda Muborak deydigan ko'ngil so'zingiz bormi Muratjon? Nimdaqchi aytganda bu bir kurash sahnasi desakmi bo'lmaydi endi shu buni. Bizga nima kerak emas, shu tomoshabinlarimizga o'ziniki bir ba qobiliyatni namoyon qila olganligi uchun men shuningga xo'sh endi o'sha. Rahmat. Rahmat. Buldu sizlarga omad tilaymiz. Aram ag'ashtiringlar. Rahmat. Rahmat. Qarindoshlar o'tganimizda hamda eng oxirgi mayirimiz sahnaga chiqdi. Qarindoshlar bilan nim nomerlarni olib kelganda birlikda ko'rib boqamiz. Qani, marhamat. Kızıl gülüm qarçuğanın balası qandaq illay ey gözümni qarası Anlat yasap çıparsam yanığa Sahiyarini yüreğinin yarası Şamman çıksa yığınlaydı kampası Cananımın oynap durar çıkması Kızıl gülüm bilsen şu taphanımni Yatkan cayım dümlükte direk başı Kızıl gülüm göçmez tutturnamayız kimge yeter Bizning feryadlar
intayin yaxshi ko'radigan naqshidan bir nakapsizlarda men bek yaxshi ko'radim bu naqshini. Ha, Mehmet Ali. Bu yoq kim Qarindoshingizni bo'ldi? Tanishtirib tanishtirib ketgan bo'lsangiz. ekansiz. Bu yoq meniki xizmatdoshim fazilat bo'ladi. Mening kasbdagi yaxshi hamrohim. Qilib Rahmat teng undan tushib olsa. aramag'ashtiring. Bizning qarindoshlar bosqichimizmi oxirlashish oldi. Turadi. Qani, qag'a mahirlar sahnamizga marhamat. Unda bo'lsa, ba'zi ustozlarimiz qanday taklif fikrlarni berdigan anglab boqaylik. 3-numurluq Mayır qarindoshlar bilan melodiyasi go'zal Vafo kuyi nomli naqshini yaxshi ijro qildi. Endi bu aslida bu naqshini akkord bo'yicha aytgan bo'lsanglar, texmi yaxshi bo'ladi. Hamish taraflarda diqqat qilib ketsanglar, texmi naqshanlar yaxshi bo'ldi. 4 numurluq mahirimiz Muborak Muxtar. Siz bu bosqichda haqiqatan mush qarindoshlar bosqichimizga to'liq mos kelgan qarindosh biz nomli naqshni ep kelibsiz. Naqshidagi uchinglarning ovozinglar, akkord ovozinglar, agashma ovozinglar bek yaxshi o'zaro moslashgan. Ovozinglarmi bek yaxshi yeyishibdi. Omad yor bo'lsin. Mehmet Ali. Siz abayqı emrayınız Lopnurluq mu? Ya, çağırlıqlıq. İşkanlar muşnaqşın etqan qo'ydim lentiga. Ben algan. Nashrab aytgan. To'g'ri, bunun lentisini algan bu Qizilgulum degan naqshni. Day 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 ulab ketgan akena. Unda emas. Dan 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 özünü alıp durun şivesi. Hey ida ili naqsi ya kucha naqsi ya Qashqarning şivesi kirib ketdi. Bu xasligini, shu Lopnurning xasligini yo'qotib qo'ydi. To'g'rimi gapim? To'g'ri. Hey ida degandiki bu vayli ben bil xalli da ida bana o'xshab ketadi. Dade balaxon ketib qolsa vaqti chataqni jo'n chiqadi. Ammo lekin yaxshi o'rildi, Ahmet yor bo'lsin. Rahmat. Programmamızın qarindoshlar bosqichi oxirlashish oldi turadi. Yandan tanlash huquqi bizning o'tag'an tomoshabinlarimizda. Qulonlarga bilet tashlashni elib, o'zinglar eng yaxshi ko'rgan mahirga mas'uliyatchanlik bilan bilet tashlasanglar bo'ladi. Undaqda bilet tashlash Başlandı. 10 9 8 7 5 4 3 2 1 Undaq bo'lsa, kayininglar o'rilib, natijalarni ko'rsanglar bo'ldi. Marhamat. Bizning oyda bir yulduz bosqichimizga o'tgan mahirlar sizlarni tabriklaymiz. Muborak bo'lsin. Tuvangi tushib, keyingi bosqichga tayyorlab bo'lsanlar bo'ldi. Marhamat. Mehmet Ali oldingi haftalik sanda siz bir gapni qilgan. Navoga kelishga yana bir maqsadim asosan Lopnur xalq naqshligini Navo orqali keng ko'rmanlar bilan yuz ko'rishtirish, anglatish degan tanz. Men bu maqsadingizga sizni asosiyatni yetdimiki deb o'ylayman. Navo programmasiga Lopnurniki naqshlarini asos qilgan jihatdan shu Lopnurning naqsini olib keldim, lekin hargiz menda o'kinish shakliga tushkunlik menda yo'q. Men yana menga bundaq sahnalar men nurg'un uchraydi. Men bundaq sahnalarga yana davomli holda chiqib turman. Lekin men hargiz o'kinmayman. Rahmat sizga. Bu oydagi yulduzimiz kim bo'lgandu? Keyingi bosqichga o'tib ketamdik. Bo'ladi, bizning keyingi bosqichimiz oyda bir yulduz.
çalğanda esil köy orap alsa qışlar seni öz qulun bilan çırak yakmak arzuyum Ko'nglim sen buni zinhar zinhar yig'ir olmadi ko'nglim sen buni zinhar zinhar yig'ir olmadi zinhar zinhar yig'ir olmadi Nurum mahir sazende Nəğmə navali Buyluq bağları Harmaz mən əsmə İşlisə səndə Qışsap avali Buyluq bağları Quyosh nur to'kib berga sharoit ishlaydi senda ishchan qizigi o'zimning shuna go'yo marvoyi tanga davoli bo'yluq bog'lari Ottaq köksüdə səmgiləmidə səndə içilğan rəmnurən çiçək Hüsnüngi məktub altın tipinə Təngə davali buyluq bağları Hüsnüngi məktub altın tipinə Təngə davali buyluq bağları Təngə davali buyluq bağları Qadrli ko'rmanlar, ekran oldidagi televizor ko'rgich do'stlar, televiziya stansiyasi bilan Vaslivod madaniyat tarqitish shirkati birlikda uyushtirgan Nuriy Biofan texnika chekish shirkati alohida qo'llagan Yangi Nava programmasi. Mayilimiz eng oxirgi o'tganda mahoratini namoyon qilib bo'ldi. Undaqda programmamizning bosh qismida mush 2 nafar mayirimizni bu oylik yulduzimiz bo'la oladi deb faraz qilgan 2 nafar tomoshabin do'stimiz qayerda o'tadi ekan? Demak, mush 2 nafar tomoshabin do'stimizdan biraylan bu sanki Nava programmamizdagi tanlaylik tomoshabin bo'lib baholanib mukofotlandi shundaqku. Shundaq, to'g'ri faraz qilgan tanlaylik tomoshabin 3 darajalik kishanchilik korxona Paxtil savdo chekish shirkati ta'minlagan 3 darajalik iste'molchilar rozi bo'lgan mahsulot Sap Davo alaydi sovg'atli hasli bilan mukofotlaymiz.
Albatta bugungi oylik yulduzimizga mukofot buyumimiz bor. Oylik yulduzimizni Muallim elektron fan texnik şirketi ishlab chiqargan Android aqli iqtidorli uyg'urcha mashg'ulot sistemasi qo'llanilgan ko'p tillik lug'at izlash, o'tir boshlang'ich maktab darsliklarini chakma o'rganish, yondosh mashq, sin darsxona qatorliq mo'l o'rganish iqtidoriga ega Muallim Bilik Pat bilan mukofotlaymiz. İkinci bo'lgan mayirimizni Luqman Hakim Biofan texnik şirketi ishlab chiqargan xalqaro GNP o'lchimida ishlangan oqsil talqini va ko'p xil vitaminlik oqsil talqini bilan mukofotlaymiz. Yillik chempionimiz bo'lsa, diyorimiz Oltin Zubisna sohasidagi Bayroqtar korxona ixtiyor zagarchilik tuguni uzundan beri o'zini qo'llab kelayotgan keng xalqimizga rahmat etish yuzidan yangi navo programmamizning yillik chempioniga bir avtomobil sovg'a qildi. Mush fursatda programmamizni yaqindan qo'llab, ayol riyosatchilarning kiyimini ta'minlagan Adil So'lsari 3-qavat favori kiyim-kechaklarni maxsus setish do'koniga, shundaqla o'g'il riyosatchimizning kiyimini ta'minlagan Gul shahri to'y kiyim, to'y girimchiligiga va riyosatchilarning chash va girimi uchun ajr singdirgan Xishun Gullikka udildagi to'yg'u, to'y kiyim, to'y suratchiligiga chin ko'nglimizni rahmat etamiz. Rahmat sizlarga. Shunun bilan birga programmamizni alayda qo'llagan Xushalliq to'y mulozimat markaziga rahmatimizni bildiramiz. Rahmat sizlarga. Undaqda aldı bilan taratqular vakillarimizning kim uchun qo'lidagi qimmatli 10 nomerni berishni xohlaydiganligini ko'rib boqamiz. Bizning bugungi 3-nomerlik mahirimiz uchun bilet tashlashni xohlaydigan taratqular vakillari. Taxtalan ko'targan bo'lsanglar 1-2-20 nomer muborak bo'lsin. Muborak bo'lsin. Undaqda qo'lidagi qimmatli 10 nomerni bizning bugungi 4-nomerlik mahirimizga berishni xohlaydigan taratqular vakillari taxtimizni ko'targan bo'lsak, 1-2-3-4-5-6-60 nomer muborak bo'lsin. Ekran oldidagi qadrli tomoshabin do'stlar, undaqda kim bizning bu oylik yulduzimiz bo'la oladigan-du? Qisqa e'londan keyin javobini birlikda ko'ramiz. Qadrli tomoshabin do'stlar, ekran oldidagi televizor ko'rgich do'stlar, endi bizning naq maydondagi tomoshabin do'stlarimizning o'zlarining tanlash huquqini yurgizgan vaqti yetib keldi. Bu oylik yulduzimiz bo'lishga munosib deb qaragan mahirga bilet tashlashni boshlasanglar bo'ladi. Bilet tashlash jarayonida o'zingizlar yaxshi ko'rgan mahirning rad nomerini to'xtamasdan to'lsanglar bo'ladi. Qani undaqda bilet tashlash boshlandi. 10 9 8 6 5 4 3 2 1 Aldı bilan nova programmamizga qadam tashrif qilib, ko'pchilikka ma'naviy zo'q ato qilgan, badiiy zo'q ato qilgan barliq mahirlarimizga chin ko'nglimizni rahmat etamiz. Bizning qalbimizda nova programmamizning har bir mahiri haftalik, oylik, yulduzlik, hattoki mangulik cho'lpon. Rahmat sizlarga. Bizning bu oylik yulduzimiz maydonga keldi. Muborak bo'lsin. 4-nomerlik mayini kim degan bo'ldi? Voy, muborak bo'lsin. Undaqda bizning baholug'uchilarimizni bu oylik yulduzimizga navo lo'nqisini yetkazib berishga taklif qilamiz. Marhamat.